Zo'r TV telekanali, O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi hamda Ijtimoiy himoya milliy agentligi hamkorligida tayyorlangan. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Sog' omonmisiz? Efirda farzandim, jigarbandim ko'rsatuvi. Maqsadimiz maktab o'quvchilarining orzu-o'ylari bilan tanishish. Bu yerda faoliyat olib borayotgan milliy gvardiyachilarimizning faoliyati bilan tanishish. Marhamat, tomosha qiling. Mening ismim Firdavs, familiyam Safarov. Hozirda 326-maktabning 5A sinfida tahsil olmoqdaman. Mening yoshim hozirda 10. Men ko'proq matematika fanini yaxshi ko'raman va unda doimo a'lo baholarga kelmoqdaman. Va yana ko'proq informatika fanini yoqtiraman, chunki unda kompyuterda juda ko'p yangi narsalarni o'rganib, bilimimiz kengayadi. Chunki matematika deyarli barcha fanlarda, barcha kasblarda va boshqa narsalarda kerak bo'ladi. Sababi har bitta kasbda hisob-kitobga doir narsalar juda ko'p uchrab turadi. O'zing nimaga qiziqasan? Bo'sh paytda nima qilyapsan? Bo'sh paytimda deyarli faqat kitob o'qiyman. Bo'sh vaqt? Ko'pincha. Shu hozircha Garri Potterning 2-qismini o'qib kelmoqdaman. Sportdan futbolni yaxshi ko'raman va ko'proq bolalar bilan yakshanba kunlari futbol o'ynashni yoqtiraman. Katta bo'lganimda men rahbar bo'lmoqchiman va rahbar bo'lish uchun barcha fanlarni yaxshilab o'qib o'rganishim kerak bo'ladi. Qaysi tillarni o'rganyapsan? Hozirda ko'proq ingliz tili bilan shug'ullanmoqdaman va bir to'garakka borib bilimimni kengaytirmoqdaman. Men 5-sinfning sinf sardori hisoblanaman. Sardor nima ish qiladi? Sardor bolalar ustoz kelganda gaplashmasligini hal qilish kerak va sinfdagi qonunlarga rioya qilishlarini ta'minlab turishi kerak. Chaqirib so'rayapsiz kerak? Yo'q. Shunchaki ularni ogohlantirish kerak. Biror bir noto'g'ri ish qiladigan bo'lsa, agar mana shu ishni qayta qilsa yoki yomonroq ishlarni qiladigan bo'lsa, so'z ketish kerak. Sen bo'ladimi? Ko'pincha yo'q. Chunki ular ko'proq ustozlarni hurmat qiladi. Meni gapimga ko'pchilik kirmaydi. Aqlli bo'lish kerak. Bolalar gapingizga kirishi uchun boshqacha yo'llar bilan gaplash kerak. Men O'zbekistonda qolaman va shu hayotim davomida O'zbekistonni ravnaqi uchun hissa qo'shaman. Vatan men uchun barchamiz tug'ilib o'sgan diyor deb bilaman. Vatanni sevish kerak, uni asrab-avaylash kerak, qo'ldan kelgancha ravnaqiga hissa qo'shish kerak. Hozircha seni vazifang? Hozircha meni vazifam 11-sinfgacha butunlay yaxshilab tahsil olib, bilimimni kengaytirib olishim kerak va universitetda o'qib, yaxshi kasbga ega bo'lib, yurtimni rivojlantirishim kerak.